Ha, jiyan siqilib qolibsan, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ayt, gaplashib o'tiramiz, nima bo'ldi? Mayli qo'yavering tog'a. Tog'a. Do'st deb qara biror safar. Do'st deb murojaat qilchi nima bo'lar ekan? Endi siz qanaqa qilib do'st deyman? Yo'q, mana do'st debchi, mana bir marta bo'lsa ham do'st qani? Tog'a. Qo'ying. Ya, ayt, o'zim aytyapman, o'zim. Tushunmaysiz-da. Aytib ko'rchi bir marta bo'lsa ham, qani ha? Do'st. Zo'r mana. Endi nima bo'ldi? Turaymi? Ha, Короче, do'st. ha. Biz bitta qiz bilan gaplashib qoldim. Cho'rtmisan? Qarasang-chi, daldan ko'ti do'man o'sanga. Tortmas qanaqa do'st. O'zingdan o'tibdi lekin. Eski bo'lmagan, men qara, nepravligi shundoq bilinib turibdi-yu. Zo'r simishka ekan, menga yoqdi lekin. Ha-da, mag'zlari katta, hammasida bor, shirin. Ha, qani, gazet. Sotilgan har bitta mahsuloti 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi. Ham savob, ham kayf. Mana qilasan. Menga ham yoqadi xayriya lekin. Sen tegmagin, nima o'tirmiz? Bunaqa ish qilmaysan-ku. Oyoqlaringni ol mana. Do'stni urib turadi, to'g'rimi? Конечно, do'st. Endi shu meni navbatimmi deyman-da. Kel. Tog'a? Tog'a emas, do'st. Yo'q, tog'a. Do'st. Tog'a? Do'st.